Hürmetli vatandaş bugün çislağa. 2020 yıl 7. ayının 19. günü haftaga yakshanba. Endi bu tövendeki maqalamızga yakınlaşışımızga vatandaşlar dikkat kılıdı deb işinaman hürmetli vatandaşlar. Mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri. Çislan dedim mi ya? 2020 yıl 7. ayının 19. günü haftaga yakshanba. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Jungo birinchi darajalik strategik raqobatchimiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 7. ayının 18. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri bundoq ko'rsatdi. Jungoning Amerikaning o'rniga o'tish qonuniyatlari va shartlari o'ttirg'i chiqdi. Shunglashqa Jungo Amerikaning birinchi darajalik strategik raqobatchisi bo'lib qoldi. Amerika Jungoning tahdidiga astoydil taqobil turishi lozim. Amerika davlat mudofaa ministri Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministrligi 18. kuni bundoq ko'rsatdi. Davlat mudofaa ministri Mark Esper telefon orqali davlat mudofaa ministrligi amaldorlariga bundoq ko'rsatdi. Men davlat mudofaa ministri bo'lib vazifaga o'tirgan 1 yildan beri Amerikaning davlat mudofaa strategiyasi dokladini izchillashtirish va mening muhim burchim xizmatim bo'lib keldi. Burchim xizmatim bo'lib keldi. Burchum bulup sanaldı. Esper, davlat mudofaa ministri Esper telefonda ziyorat qilganda tafsili tushuntirib mundaq dedi. Biz cho'ng davlatlar raqobatlashayotgan bir davrda turibmiz. Bu demak shundan derak beradiki, bizning eng jiddiy strategik raqobatchimiz Jungo degandan derak beradi. Lekin Jungoning avogarchiligi kechiringlar. Jungoning avogarchiligi intayin zo'r. Chunki Jungoning yetarli aholi nufusi bor va yetarli iqtisod gavdasi bilan Amerikaning o'rniga o'talaydi. Demak, xatarlik dushman Jungo demak. Mudofaa ministri Esper bundoq ko'rsatdi. Manga va mendan boshqa har qanday Jungoni tushunadigan kishilarga aytaylikki, ular ya'ni Jungoliklarning qoriniyati bizning o'rnimizga, ya'ni Amerikaning o'rniga o'tish. Rayon doirasida cho'qim Amerikaning o'rniga o'tish. Diqqat vatandaş muşiyagicha davlat mudofaa ministri Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Esper Jungoning maqsadi qoriniyati Amerikaning o'rniga o'tish deb dil mushiyagicha 4 qatim takrorladi juma esingizda bo'lsa vatandash. Cho'qim Amerikaning o'rniga o'tish, ya'ni butun yer shari sahnasida Amerikaning o'rniga o'tish 5-qatim takrorladi. Kichikgina bir xabar juma. Davlat mudofaa ministri Esper bundoq ko'rsatdi. Jungo 2. Dunyo urushidan keyingi dunyoning tinchligi va muqimligini qo'g'dagan dunyo tartibini o'zgartmoqchi bo'lyapti. Biz tungilikda muhokama qildik vatandoshlar. Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlari shaxs va shaxsiyatchilikni, fuqarolarning tanlash erkinligini, qadr-qimmatini qadrlaydi. Amerika ro'yi degan gap shaxsni hurmat qilish, shaxsning xarakter taraqqiyotiga yo'l qo'yish, fursat yaratib berish, shaxsni ulug'lash deganlik bu so'zning ma'nosi Amerika deganlikdir. Hozir bu yerda buni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Esper aytibdi vatandosh. Amerika qadrlaydi. Amerika axborot erkinligini, diniy e'tiqod erkinligini va yig'ilish erkinligini qadrlaydi. Chunki bu prinsiplar asosi qurilgan xalqaro tartibdir. Yuqorqi tartib mushu prinsiplar asosi qurilgan xalqaro tartibdir.
Davlat Müdafiə Ministeri Asper bundaq ko'rsat, lekin Jungo bu erkinlikni herkes qadrlamaydi. Davlat Müdafiə Ministeri Asper bundaq ko'rsatdi. Bir baş ko'targan Jungodan Amerika rahbarlari herkes ensirmaydi. Biz emasken cuma, baş ko'targan Jungodan Amerika rahbarlari herkes ensirmaydi. Lekin Jungo Kompartiyasi hukmronligida baş ko'targan Jungodan Amerika ensiraydi. Jungo Kompartiyasi hukmronligida baş ko'targan Jungodan Amerika ensiraydi. Davlat Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Müdafiə Ministeri Asper bundaq ko'rsatdi. Ular, yani Jungo partiyani baş o'ringa qo'ydi. Jungo armiyasi bu partiyaga cho'qimli sodiq bo'lishi kerak. Bizning armiyamiz, yani Amerikaning armiyasi asosiy qonunni qo'g'dashga qasam bergan armiyadir. Buning bizning irodamiz, ya Jungo bilan irodamizdan xohishi bir-biriga tubdan o'xshamaydi. Bizning irodamiz bilan Jungoliklar irodasining xohishi, yuzlanishi yoki intilishi bir-biriga tubdan o'xshamaydi. Mukammal va umumiyuzli qimmat qarashlarimiz bir-biriga tubdan o'xshamaydi. Agar biz Jungo tashkillagan uzun muddatlik xarajlarni to'lamaydigan bo'lsak, va bu xarajlarning bizga, yana Amerikaga keltirgan, paydo qilgan tahdidlarini to'lamaydigan bo'lsak, biz yashayotgan dunyoning biz mavjud bo'lib turishini va biz mavjud bo'lib turishni umid qiladigan dunyoga o'xshamaydiganligini bayqaymiz. Ya'ni biz hozir mavjud bo'lib turayotgan dunyoning biz yashayotgan dunyoning, yana biz mavjud bo'lib turishni umid qiladigan dunyoga o'xshamaydiganligini bayqaymiz. Bugun leksiyalarimiz oxirlashdi vatandoshlar, endi sizlar bilan birlikda muhokama qilamiz.